Davramizga marhaba, to'y bolajon, to'y bola. Aytaylik biz xushnavo, to'y bolajon, to'y bola. Davramizga marhaba, to'y bolajon, to'y bola. Aytaylik biz xushnavo, to'y bolajon, to'y bola. Bir chiroyli
Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Yaqin va yiroqdan Istanbulning barcha diroqdan tashrif buyurgan barcha aziz mehmon va mezbon. Hazrati inson, insonning qarzi bo'lgan salomimni yo'llagan. Assalomu alaykum o'tirganlar va turganlar, o'ylaganlar va bo'ydoqlar, xalajonlar va ammajonlari, to'yga kelgan tog'ajonlar, to'yga kelganlarga, kelmaganlarga, qarshimizda turgan kameramanlarga, san'atkorlarga samimiy salomimni yo'llagan. Aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, bu oqshom Istanbul shahrining Venus Düğün salonida Sherali ukamiz, Semaraxon kelinimizning jajjigina farzandlari bo'lgan Arslonjon bilan Yosinjonlarning sunnat to'ylariga xush kelibsizlar aziz mehmonlar deymiz. Aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, mana jajjigina avvalambor tabriklaymiz. Ukalarimiz, to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim xonadoningizda baranda to'ylar ovozi yetiraversin. Mana shu farzandlaringiz baxtiga joni tanlaringiz sog' bo'lsin deymiz. Farzandingga tortiqdir jon, nonga to'lsin oq dasturxoning, yaxshi niyat bilan qilgan mehnating boshing to'yda chiqmasin ukam. Ayollaring mehri vafoda, xo'r qizlaring ibat xayollar, to'ying o'tsin bir chuq navoda, boshing to'yda chiqmasin ukam. Qizi yo'q yerga bir go'zal qiz ber, o'g'li yo'q yerga qolg'uvchi izdir. Bersa tagdir berar har oyim, boshing to'yda chiqmasin ukam. Yana bir marta to'ylar muborak bo'lsin debda sizlarning guldiroz qarsanglaringiz bilan to'ygalarni tabriklab qo'yamiz. Salomat bo'lingizlar. To'ylar muborak bo'lsin debmiz. Endi aziz mehmonlarimiz, har narsaning ochilishi bo'lgani kabi bugungi jajjigina Arslonjon bilan Yosinjonlarning yosh musulmon to'yini ochib berishi tabrik so'znomatini Qo'ng'irotov Farhod akamiz, keling sizdan eshitib olmoqchimiz. Qo'ng'irotov Farhod akamiz, assalomu alaykum akamiz, xush keldingiz davramizga, kechamizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mana bugun xush kelibsiz shu to'yga. Birinchi Sherali tabriklayman, xushxabar baxtli bo'lsin. Hamda shu Arslonjon yigitlarim katta yigit bo'lsin, nasibda inatasi va hajjat bo'lsin. Mana shu to'yga to'yda ochiqda inatlarimiz yaxshi o'tkarak, o'yinga shaxmatlar bo'lsin. Baxtli bo'lsin hamsi. Guldiroz qarsanglar bo'lsin. Shuning bilan to'yimizni ochib deb e'lon qilamiz. Ana endi to'y egalari sizlarga ruxsat, bemalol joylaringizga o'tirasizlar.
hammamiz Allohning bandalarimiz. Gerçi yo'llar uzun yetamamsiz. Har kimga har xil yozalar taqdir. Allohning oldida shohu yaroqli. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Shunday ekan aziz mehmonlarimiz, ana endi to'yimizni ochib deb e'lon qilgan holda bugungi jajjigina farzandlarimiz bo'lgan Arsinjon, Yosinjonlarning yosh musulmon to'ylariga bizning Turkmaniston shahrimizning Koytandor etrofida o'zining bilbili ovozlari bilan elimizga tanilgan, ayni zamonda Istanbul shahrida o'z san'atini davom ettirayotgan Shahzamon Oshiri hamda Oliya Bajiyeva sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Tegirmon muhabbati bilan, buyuk san'atkor hurmat bilan deganlaridek muhabbatimizni qo'shib beramiz. Barcha aziz mehmonlarimiz hammalaringizni asta-asta o'yinga taklif qilib qolamiz. Yo
Yeah.
insanlık vaxtıda yaşaş bugün hatta yaman ikə yaxşı
Saçı kara, saçı kara, hoşuma yarım. Ben çürüyerek kuşam.
O'razali akamizni 200 lira prezimizga taklif qilib qolamiz. Qani? Aziz mehmonlarimiz, seniyada esa prezimizga mana shu Sherali akamizning oshlarini taklif qilmoqchiman. Said oshnasi, Adil oshnasi, Azamat, Shavkat, Ilhom, Habib, Elyon hamda shuning bilan birgalikda Oltin xalasi, Gavhar xalasi sizlarni ham taklif qilamiz. Takror ismlaringizni zikr etilgan mehmonlarimiz Said, Adil, Azamat, Shavkat, Ilhom, Habib, Elyon, Gavhar, Oltin xalasi. Qiyomatni o'rtaga qo'yayotgan opasi Gulnora keling, tabrik so'zlamoqni sizdan aytmoqchimiz. Gulnoraxon, bugundan e'tiboran Sevaraxon, Gulnoraxon qiyomatni opa-singil bo'ladi. Marhamat, tabrik so'zlamoqni sizdan aytamiz. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli aziz mehmonlar va mehmonlar. Bugun ko'plar Sevara qiyomat bo'lsin. Hamma shu Sovg'a esdan chiqyapti. Sovg'a esdan chiqmasin. Mana shuga Sherali Sevaraxon kelingizlar. Ortaga shoshilingizlar. Ortamizning to'g'ri bo'lsin. Sevaraxon kelimiz qiyomatda otasiga oltin zirak topshirdi. Muborak bo'lsin. Ilohim sizlarning qardoshliklaringiz bir umr bo'lsin deymiz. Tabriklaymiz.
yangi opa-singillar, sizlarga qardosh bugundan e'tiboran mana shu qardoshlik muborak bo'lsin deymiz. Baxtli bo'lingizlar. Ana endi hurmatli mehmonlarimiz, davramizga keling, sevaraman. Shirinlik tortlari, pastalar kelsin. Jajigina Arsin bilan Yosinning bugungi yosh musulmon to'ylariga atalgan shirinlik tortlari. Qani. Qanchasi mol dunyo qarashi. Yahudi tuproqqa qarshi. Yaxshilik yo'lidan qarshi. Odamlar bir yo'lga qarashmaydi. İki kız topraksız torna gel. Kolmaydı dünyada orna gel. Hiç kimde babası olma gel. Adamlar dünyada karışmak. İskender dünyada aldı ki. Onlar hem karışesi kaldı ki. Birbiringiz bilen işleşir. Adamlar dünyada karışmak. Bitmeden içinden bitmeyecek. İki var yaşaşka yok imkan. İnsanlar toylara bir ürden al. Adamlar dünyada karışmak. Mehirden her köngülü Gülistan. Mehirsiz her köngülü Zimistan. Barı joyimiz Kabriston. Odamlar dunyodan qarashmaydi. Ana endi Jo'ras ta'sirli bo'lsin shirinlik tortlar uchun. Sayyid shampanskalar uchun qadamlar. Shirin söz var ekan, Shirona Sevaraman. Tinglaysiz. Shirona Gorka. Rafa, o'tkir. Qara, Said qadamlar susturdimi? Birgalikda. Ozgina sevishlar sirmaydilarga. Nazamin o'ynagan maz qilmoqchi. Dinlar qadahlar ko'tarsin yana. Mana shu jajigina Arsinjon, Yosinjonning bugungi musulmon to'ylari uchun. Katta 1 2 7 kirdi. Arsinjon, Yosinjon, nasib qilsa ota-onangizga Hayitlar oilasi tomonidan olsin jonlari. Kelingizlar. Bizning ham ikki shirin so'zlarimiz bor deyishyapti. Hayitlar oilasi. Keling, olsinlari. Tayyormisiz? Mana shu yerga keling, olsiningizning yoniga keling. Salom uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu bugun qayinjonim Sherali va opasining chevaralarining to'yida o'tirganmiz. Men ularga uzoq umr, baxt,
Muso na
Kerak. Ikkalangizga prezga taklif qilmoqchiman. San'atkorlarimiz so'z bilan Dog'i namoz tomonidan Rayhon sizni 100 TLga taklif qilmoqchimiz. Mehri namoz tomonidan Azamat ukamiz. Kerak. Ikkalangizdan prezga taklif qilmoqchimiz. Chiroyligina sozlar ostida ismlari zikr etilgan mehmonlarimiz. Ha! Azamat. Vaqti. Ha! Arsenjon uchun chiroyligina duo uchun O'razali akamizga duo bering. Bo'lmasa tog'alardan, akalardan bormi? Duo beradigan mehmonlarimiz. Keling. Düşünme civitler olsa da müzikada işlerinde üstünlük hemen yazıyor. Neden? Ben de bu ayetleriniz bizden tamam. Rahmat. Madinaga Muhammad, Xo'ja Aliga rahmat. Kimki amin aylasa, yetti pushtiga rahmat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin deb yana jajgina Arsenjon Yasinjon. Avval Xudo yosh bersin, dostlik to'la bosh bersin. Ketmas davlat kengdir, qozon to'la osh bersin. Tamam akajon. İkita müziklik sizden aylansın. Qar oynayamiz. Mehmonlarimiz için. İkita müzik. Oynayamiz ha. To'ylar boramiz. Say
boshlig'imiz Gavhar Mo'minxonova elektra Ruhiya siz shu. Marhamat. Ruhiya yana to'ylar ustida diydor ko'rishgacha deb qolamizda. Mana shu bugungi to'yimizni boshdan oxirigacha tasvirga, videoga olayotgan Madin Media studiyasi hamda Do'stlik Production studiyasi san'atkorlarimizdan Shozamonjon Ochil, G'oya Penjiyeva hamda Nargiza Penjiyevalar saloima san'atingizga, san'at ovozingizga ovoz qo'shilaversin deb yana to'ylar ustida diydor ko'rishgacha aziz yurtdoshlarim, Allohga imorat qiling. Akajon, ikkita qo'shiqda bitta qo'shiq bor. Ya'ni hurmatingiz bor. Xudo